Laylaxon, ko'rib turibmiz, bu musobaqada sizni nima deydi, shaxsiy fan klubingiz ham bor ekan, gullar, bannerlar. Qanaqa taassurotlar musobaqa oldidan? Bu musobaqa menga juda ham o'zgacha ruhiyat, kayfiyat baxsh etdi, chunki bu liga bizga mana shu fanatlar bilan uchrashish imkoniyatini yaratib berdi, fan встреча uyushtirib berdi. Bunaqa fan встреча menda birinchi marta, lekin birinchi marta bo'lishiga qaramasdan juda ham ko'pchilik mana shu qo'llab-quvvatlashga, o'zbek sportchilarini qo'llab-quvvatlashga kelgani meni juda ham xursand qildi. Men uchun bu yangilik bo'ldi desam adashmagan bo'lardim. Mana shu liga kattakon rahmat aytaman, shu bizani muxlislar bilan mana shunaqa yaqin qilgani uchun va mana shunaqa sportimizni qo'llab-quvvatlaydigan insonlar, muxlislar borligini ko'rib biz juda ham xursand bo'ldik. Oxirgi daqiqagacha sizni bu musobaqada ishtirok etishingiz so'roq ostida turdi. Endi ertangi nima deydi, bahs qay darajada siz uchun oson yoki qiyin o'tadi? Chunki tayyorgarlik jarayonlarida qiyinchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki birdaniga aniq bo'ldi-da sizda bu musobaqada qatnashishingiz. Ha, bu musobaqada qatnashishim 2 kun oldin aniq bo'ldi, chunki oldindan taklif bor edi, lekin biz o'zaro kontrakt bo'yicha kelisha olmayotgandik. Mana shu 2 kun oldin va nihoyat bir qarorga kelishib kontrakt tuzildi. Endi o'zi sportchi har doim formada bo'lish kerak, har doim biz muntazam trenirovkalarda bo'lamiz. Shu boisdan qiyinchilik tug'dirmaydi degan umiddaman. Shu 2 kun oldin hal bo'lgani kurashishim. Endi buni ertaga kovyordagidan ko'rsataman. Raqibingiz haqida fikringiz qanday? Qirg'izistonlik tajribali, kuchli sportchi baribir. Raqibimni albatta har bitta raqibimni juda ham hurmat qilaman. Har bitta raqibning o'ziga yarasha kuchli tomonlari bor. Albatta mana shunga yarasha biz ham nastroyevаться qilib munosib kurashamiz degan umiddaman.